Tasavvur qiling, hozirgi kunda hamma o'z tishlarini qordek oppoq qilishga harakat qilsa, qadimiy Yaponiyada tishlarini xuddi tunday qora rangga bo'yashgan. Bu esa eng yuqori go'zallik belgisi deb hisoblangan. Bu g'alati an'ana Ohaguro deb atalgan. Xo'sh, nega yaponlar tishlarini qoraytirishgan? Bu urf asosan 8-asrdan boshlanib, to 19-asrning oxirigacha davom etgan. Dastlab bu faqat boy aristokratlar va imperator saroydagilarning belgisi bo'lgan. Keyinchalik esa oddiy ayollar orasida ham ommalashgan. Yaponlar uchun qora rang poklik va o'zgarmas sadoqat timsoli bo'lgan. Chunki qora rang o'ziga boshqa hech qanday rangni yuqtirmagan. Ammo eng qiziq savol, tishlarni nima bilan bo'yashgan? Bu juda murakkab va biroz yoqimsiz jarayon. Ular temir parchalarini sirka yoki choy ichiga solib, temir oksidlanmaguncha kutilgan. Hosil bo'lgan o'tkir hidli qora suyuqlikka turli o'simlik kukunlarini qo'shib tishga surtilgan. Bilasizmi, bu usulning kutilmagan foydasi ham bo'lgan. Ushbu qora qatlam tish emalini mustahkamlab, uni karies va tish og'riqlaridan himoya qilgan. Ya'ni bu ham go'zallik ham sog'liq uchun xizmat qilgan. Bugun Yaponiyada bu an'ana mutlaq yo'qolgan. 1870-yilda mutlaq Yaponiya hukumati g'arb madaniyatiga moslashish maqsadida bu qarorni taqiqlab qo'ygan. Hozirda faqatgina tarixiy filmlar va qadimiy teatrlarda bu manzarani ko'rishingiz mumkin. Aytingchi, sizningcha shunday tishlar chiroylimi yoki hozirgi oppoq tabassum? Fikringizni kommentariyada qoldiring.